Mana bir xonadonimizga santexnika ishlarimizni qilib bitirib bo'ldik. Shu xonalarga radiatorlar qo'ydik, o'rnatdik, otopleniya. Mana bu yerga banya hammom montaj bo'ldi. Eshikni ochganda toplik pol kollektori ko'rinmaydi. Shu eshik orqasida. Oyoqdagi razvalka, yuvinish xonasi ikkalasi ham toplik pol bo'ldi, issiq. Mana shu eshikni orqasida kollektor bor. Podacha obratga alyumin shlankalar, havo chiqaradigan kranlari. Vero alyumin. Mana eshikni yopgan paytda ko'rinmaydi. Bu yerga rakavina o'rnatiladi kelajakda. Mana issiq suv, sovuq suv tochkalarini chiqarib qo'ydik. Kanalizatsiya kafel tagida unga metka qo'yildi. Bu yerga radiator alyumin qo'yildi. Tepasida vishilka. Sochiq iladigan, kiyim iladigan o'shalar radiatorda issiqdan quriydi. Bu yerga bitta trap zapasni trap qo'yildi. Chashagan kafeldan ozgina baland. Shuning uchun bu yerga o'rtaga trap qo'yildi. Mana bu yerga kelajakda unitaz qo'yiladi, kanalizatsiya tochka va sovuq suv tochka tashab qo'yildi. Nova bachok. Chashagan atstoniy o'zida biz alohida qo'yilgan. Mana ochkosi orqada. Mana shu turganda sachramasligi uchun shunaqasini qo'ydik. Chuqurligi ham chuqur. Mana bu yerga mustahab uchun suv olish uchun faqat issiq suv qo'llanadi. Bu shu aristonga eng yaqin tochka. Issiq suv olib mustahab qo'llanadi. Mustahab sochiq, bumaga держатель. Kontrol kran bachok uchun. Bu yerda ariston 50 talik slim узкisidan pardalarga qo'ydik. Dushovой смеситель стояги. Угловой держателlar nejavigasidan zanglamaydiganidan. Bu yerga sochiq iladigan. Bu yerga tahoratxona qilindi. Qibla tomonga ro'bara qaratilib, mana shu tomon qibla. Mana u dushda yuvinib turganda qibla chap tarafda bo'ladi. Mana dushda trap. Mana shu tahoratxona sovuq dvigatel, sochiq ilgichlar. Bu yerga plan qilindi. Bu yerga nejavikadan reshetka qilinadi. Oyoq qo'yish uchun va sachramaslik uchun. Kimga hammom montaj xizmatlari, issiq suv, sovuq suv, ariston, chashagan, unitaz, dushovой, otopleniya xizmatlari bo'lsa, telefon raqamlarimizni qoldiramiz.